Biyogumizda tayyorlash texnologiyasi mana shu Ekogumuz MCH'ni talablari bo'yicha tayyorlanadigan bo'lsa, bez atkaz olinadi. Nimalarni turibdi? Biyogumuz deb yozsalar uzilmaydi. To'lanadi. Har bir to'pa-to'palar to'lanadi. Mani olganlar yelab chiqarib yubordi. Aka, 500 setkada bo'lgandan keyin avtomatik qoladi. Tosh qoladi. Bu asosiy nimasi samarasi shunda-da hozir. Birinchi o'rinda shuni qilsa zo'r bo'ladi. Albatta. O'zi men yaqinda hozir 40-50 ming dollarga Ukrainada bir zavodni olib kelyapti, jiddiy Biyogumuz. Hozir o'sha jiddiy Biyogumusni o'sha suspenziya. Hozir bizda agrozin degan dori bor. To'xtatishlar. 150 ming sotadi. Men 30 ming sotaman inshaalloh. Çünkü qanaqa menga arzonga tushganligi uchun shu narsani sotaman. Undan ham so'rni chiqadi. Biyogumuzning o'zida 15 ming narsani chiqarmoqchi bo'ldim. O'zi aprel mayda xudo xolsa keladi. Katta avvaldan subscribe qilaman, shuni yo'lga qo'yamiz. Yana qanaqa savolingiz bor? O'g'itni ishlatmasak, aka yerimiz o'zi itak merch bo'lib, hamma harom chiqib ketyapti. O'shunga menimcha shu eng optimalni o'sha chet el aytadi vermikompost, shu vermikompostni qilib, kerak bo'lsa chirindadan kompostni qilib, ma'qulib organikaga o'tilsa, yerimizni bitta buni xususiyati nimasi zo'r? Yerimiz hozir shu 70 yildan beri o'sha mineral o'g'itga to'lgan bo'lsa, bilasizlar 70-80% hozir mineral o'g'it toshga aylanib, tuzga aylanib bo'lgan. Lekin buni bakteriyasi buni rashiflat qilib beradi, eritib beradi. Boshqa mineral o'g'it kelishi yo'q, kerakligini o'sha bakteriyalar ishlab, lekin o'sha kerakli dozada bersa, gumus tarkibi eng kami misol 1 yilda yo'q degani 5-10 barobar oshib beraveradi. Masalanchi, o'sha ichida shakar, uglevodlar, hamma nimalari o'ziga yarasha. Hozir Beshariq tumani suvga juda ham xavfsiz joy. Bekorga Beshariqqa deyilgani yo'q. Bu Beshariq tumaniga hozir birinchi navbatda hozir Beshariqqa yetkazib beryapsiz, to'g'rimi? To'g'ri, Beshariqqa o'sha 185 ta fermerga 1648 tonna. Bugun 20 tonna chiqib ketyapti. 10-da bir 15 150 200 tonna. 25-cha kafolat xat berdim Rasul akaga, hokim buvaga. Xudo xolasa shu narsa yetkazib beriladi. Butun viloyat bo'yicha hozir qoplarni zakaz qildik. Qoplarimiz o'sha ko'rsalaring, o'sha orqa tarafda xuddi shunga o'sha qoplarimiz bor. O'sha qoplarimizga qadoqlanadi, 2 qavatli. Hammasi o'sha vaqtida, o'sha kuniga 4-5 ta fura o'sha MTP garajiga qoldiriladi. U bundan tashqari Ulug'norga hozir shogirdimiz ham keladi. Ulug'norga salkam 400 tonna. Boshqa viloyatlarga ham o'sha shartnoma bo'lish arafasida Dedokiston. Buni yerga chochib yuborib o'sha shudgor paytda 5 tonna solsangiz bo'ladi, lekin meni tavsiyam shu 2 tonna solib, ya'ni 3 tonna yetadi. 1 tonnani olib qo'yib o'sha nima deydi, oxov deymizmi? O'sha haligi brizgovый способ. Bu narsa 20 tonnani effektini beraveradi. Chunki nimasi bakteriyalar, mikroorganizmlar shuning ichida ko'payadi. Ko'payganligi hisobiga o'sha gumus tarkibi avtomatik, chunki agitatsiya paytida havolarga yo'q, albatta. Hozir misol o'zi o'sha Davron hoji bilan ham nima qilyapmiz? O'sha kelishdik, o'sha sifatli nimasini 50 tonnasini nima qildik, gaplashdik. Davron hoji bilan gaplashdik. Ko'pi chiqyapti, lekin birinchi yil ko'ryapmiz. Hisobini qarab, kerak bo'lsa o'zimizni analizini nima qilib, lekin keyingi yil biz o'zimizni shogirdimizga aylangandan keyin bizni usulimizga olsa, keyingi yil o'sha 100% olinadi. Prioritet borda katta. Chunki tanash bekarda eksport deganim yo'q. Hozir endi iloji yo'q. Hozir odam keladi dedi, kelmaganiga hozir iloji yo'q. Bekarda bekar hozir eksport akselerator deganim yo'q-da do'stim. 10 ming tonna zakazim bor. Bu hozir razminka 10 ming tonna aka. Naqdi. Yo'q deganda hozir misol 1000 so'm, 1,5 so'm atrofida bo'layotgan bo'lsa, hozir grupa говоря-da, o'sha bozorda misolda 2,5 ming, 3 ming, kerak bo'lsa, Cooperation Uz orqali misol 5 mingdan sotyapman misol. 5-10 ta tashkilotga sotdim, o'sha katta tashkilotlar. Aka, meni shogirdim bo'lib, meni sertifikatimga yarasha, meni instruksiyam bo'yicha ishlab chiqargan Biyogumuzlar meni sharmanda qilmaydigan bo'lsa, aka, men kerak bo'lsa 4 mingdan sotib olaman. Menga 20% kerak bo'lsa, bu shartnomalardan ko'rsatgan 20% menga usluga yetadi.
qaysi fermerlarda sotadi. Qiymatli oladi. Buni ham siz olayotganingizda asliga yuqoriga qarab bir xil kalibrovkada, beshlik setkada bir xil kalibrovka qiladigan bo'lsak, chunki buni nimaga vaqtim fizически bo'lmaydi. Respublikada 22 ta vakilim bor. Respublika bo'yicha. Misol, Farg'ona viloyat bo'yicha bu 4 ta 5 ta vakilim bor. Samarqand, Surxondaryo, hamma Qoraqalpoqdan ichida hamma joyda vakillarim bor, ular tekshiradi. Menga o'shalik vakil bo'ladi-yu, bizga korporatsiyaga hisoblayveramiz o'sha ekagimiz. Bizni tizimimizga qarab, bular bilan men doверенность orqali shartnoma qilgan bo'lsa, ular bilan shartnoma qiladi. Дочерный предприятие bor-ku, dochkalar deymiz-ku, filial. O'shinga filial bo'lgandan keyin o'sha narsani ertaga eksportga chiqaradigan bo'lsa, o'zbek ekspertizadan olib, bizni sertifikatimizga qarab, o'sha filialdan bemalol отгрузка bo'laveradi. Boshida tekshiriladi, monitoring qilinadi. Bir xil aytyapman-ku, birinchi yil shogirdlikka keladigan bo'lsa, stabilni bitta narx belgilaymiz. Bitta narx bundan olyapman, bitta narx bundan olyapman degan narsa bo'lmaydi. Bir xil olinadi. Chunki aka bittasini aldayman, ikkitasini aldayman aka, eski o'sha holat, hurmat, bahodir qolmaydi. To'g'rimi? Shu bir xil, chunki ko'p shogirdlarimiz biladi, bir xil tizimga narxni общий, haligi dasturxonga общий tashlaymiz. Shunaqa bo'lyapti, firmaning uslubiga shunaqa bo'lyapti, shunaqa harakat qilyapti. Haligi 5 qo'l baravarni nima qilmaymiz aka. Haligi biz hoji odam bo'lsak, baribir nimaga oxiratni o'ylaymiz-da. Lutchi boshqalar foydalansin, sotalmaganlar foydalansin aka. Biz qo'ldan kelgancha biz haligi yuqoriga chiqib, inshaalloh hozir biz ozmi ko'p respublika taniyapti. Xudo xolasa hammasi jam qilib shu biyago'msa. To'g'risi o'tgan yili zo'r bo'ldi, birdaniga qolib ketdi. Odamlar qilmay qoldi. Hozir endi yana tiklatyapmiz. Bu seminar ham shunga loyiq. Siz misol bittasiga aytasiz, boshqasiga aytadi. Keyin shunga o'xshagan narsa bo'lsa, biz qo'ldan kelgancha mendan olmasin, boshqasidan olsin, o'rgansin, keyin buni realizatsiyaga yordam bersangiz motivatsiya oshadi. Bitta qo'shimcha qilaman. Bu yerda mana tayyorlash texnologiyasi bor-da, biyagumizda. Biyagumizda tayyorlash texnologiyasi mana shu ekagumuz MCHning talablari bo'yicha tayyorlanadigan bo'lsa, bez atkaz olinadi. Bez atkaz. Lekin mana hozir juda ko'pchilik tayyorlayapti. Juda ko'pchilik tayyorlayapti-yu, o'zlari bilgancha. U baq o'sha fuqarodan, tadbirkordan olgan biyagumizga kapilligini qayergadir o'tkazadigan joyga kapilligini berib oladi.